Tamamla bugungi mavzu eng shu. Tak. Bugungi mavzumuzni daftaringizga yozib qo'yinglar. Elektr bo'limimi? Yo'q, bugungi mavzuni daftaringizga yozib qo'yinglar. Mavzuni hozir aytaman sizlarga. Mhm. Tamamlash birinchi semestrdagi daftarga yozaveramiz, ang. Shu bo'lsa, shuni yozasizlar. Bo'lmasa toza daftar tushgan. Yo'q, shu daftarim bor edi men. Esa shuni davomini yozsangiz bo'ladi. Yaxshi, Xo'p, rahmat. bugun 29 demak yanvar. Bugungi mavzumiz toklarning bo'shliqdagi magnit maydoni. Toklarning bo'shliqdagi magnit maydoni. Toklarning bo'shliqdagi magnit maydoni. Mana shu mavzuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz bugun. Prezentatsiyam ko'rinib turibmi? Havan ko'rinib turibdi. Hop, prezentatsiya ko'rinib Birinchi ma'ruzam. turibdi. Bu demak ikkinchi semestrdagi birinchi ma'ruzamizni boshlaymiz. Tamamla birinchi ma'ruza deb ham yozib qo'yimi daftara. Birinchi ma'ruzada qo'ysangiz ham bo'ladi. Xudoyim yetim Ma'ruza. ezberdi. Yaxshi. Xo'p. Demak, umuman olganda darsimizni boshlaymiz esa, umuman olganda demak, magnit maydoni yer sharini demak ich qismida joylashgan, yerni o'zini magnit koni bor. Ana shu magniti yordamida bu o'zini demak katta kuch bilan o'rab turadi. Bu uni magnit qobig'i deyiladi. Yani rasmdan ko'rishimiz mumkin. Yer sharini demak o'rab turibdi. Uni magnit qobiqlari, ya'ni ko'k, osmon rang, ko'k rangda tasvirlangan. Endi bu yer shari dagi tiriklikni saqlash uchun yerga magnit maydoni kerak bo'ladi. Chunki quyoshdan kelayotgan zararli zaryadlangan zarrachalarni yer shariga kiritmasdan uni demak koinotga sochib yuboradi. Yani rasmdan ham ko'rishimiz mumkin. Yani chap tomondan yorug'lik nurini zaryadlangan zarrachalari katta tezlikda uchib keladi va bu agar yer shariga kirib keladigan bo'lsa, bu holda u tirik organizmlarni o'ldiradi. Shu sababli demak mana shu yerni magnit maydoni bu zaryadlangan zarrachalarni qayt yon tomonlarga mana ko'rib turibmiz sochib yuboradi. Endi shu magnit maydoni qanday, u nimalardan tuzilganligini bugun sizlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, rejalarimiz quyidagicha. Magnit maydoni, magnit maydon induksiyasi, induksiya chiziqlari, induksiya vektori, magnit maydon kuchlanganligi, Biot-Savart Laplace qonuni va sodda toklarning magnit maydonlarini hisoblash. Keyingi nimalarimiz Amper qonuni, magnit maydondagi tokli kontur, elektromagnit maydonlarning zaryadlangan zarrachalarga ta'siri Lorentz kuchi, magnit oqimi, Gauss teoremasi, magnit maydoni tokli o'tkazishni ko'chirishda bajarilgan ishlar bilan tanishib chiqamiz. Xo'p. Endi sizlar bir narsani yaxshilab tushunib olishlaringiz kerak. Gazning bajargan ishi degan savol berganimda ko'pchilik metan gazini yozgan. Umuman fizikaga aloqasi yo'q. Fizikada ish deganda bir nechta ishlar tushuniladi. Bular demak bajarilgan ish. Ya'ni
biron bir jismni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirishda bajarilgan ish tushuniladi. Misol uchun buni turli usullar yordamida bajarish mumkin. Mexanikada qandaydir bir kuch ta'sir qilib bajarish mumkin yoki gazlarni bosimini oshirib, kamaytirib ish bajarish mumkin, ya'ni yukni ko'tarib tushirish mumkin. Yoki bo'lmasa suyuqliklar yordamida ish bajarish mumkin yoki endi bugungi kunda demak magnit maydon yordamida ham ish bajarish mumkin ekan. Xo'p, endi shunga doir qonun qoidalarni tanishib chiqamiz. Endi magnit maydoni bu harakatdagi zaryadlangan zarrachalarga ta'sir qiluvchi maydon hisoblanadi. Ya'ni zaryadlangan zarracha harakatlansa bu elektr tokini hosil qiladi, ya'ni magnit maydoni elektr tokiga ta'sir qilar ekan. Buni birinchi bo'lib 1820-yilda Ersted degan olim tajribada kuzatgan. Ya'ni u mana bu sxemadan ko'rishimiz mumkin. Simdan elektr toki o'tkazadi va bu simdan elektr toki o'tganida mana bu yerdagi mana magnit strelkasi simga tortiladi va u shundan biladiki, demak magnit maydoni elektr tokiga ta'sir qilar ekan. Endi bu magnit maydonini kuchini baholash uchun qanday ekanligini baholash uchun misol uchun mexanikada necha newton kuch ta'sir qiladi deyiladi, lekin magnitning kuchini baholaganda magnit maydon induksiyasi degan tushuncha kiritiladi. Magnit maydon induksiyasini kattaligiga qarab magnit maydonni kuchi belgilanadi. Uni B harfi bilan belgilaymiz mana. Uni birligi Tesla. Demak, Nikola Tesla sharafiga qo'yilgan kuchli olim, eshitgan bo'lsangiz kerak. Demak, mana shu magnit maydonni kuchi Tesla deb belgilangan. Demak, mana shu 1 Tesla, 2 Tesla, 10 Tesla shunga qarab, demak, magnit maydonning ya'ni magnitni qanchalik kuchli yoki kuchsiz ekanligini baholashimiz mumkin. Xo'p, endi bu magnit maydonning kuchini yo'nalishini, ya'ni magnit induksiya vektorining yo'nalishini aniqlash uchun o'ng parma qoidasidan foydalanamiz. Demak, o'ng parma degani mana o'ng tomonga aylantirsak, uni uchi demak oldinga qarab kiradi. Bu bolt, shurp shunga o'xshagan mexanizm o'ng tomonga aylantirsak ichkariga qarab ketib ketadi. Demak, shu mana aylanish yo'nalishi o'ng tomonga bo'lganda, uni yurish yo'nalishi, parmaning yurish yo'nalishi oldinga bo'ladi. Mana qizil strelka bilan ko'rsatilgan. Mana shu parma dastasining aylanish yo'nalishi magnit maydon induksiyasi yo'nalishini ko'rsatadi. Mana bu parma uchining ilgarilanma harakati esa tokning yo'nalishini ko'rsatadi. Xo'p. Endi buni batafsilroq ko'rib chiqish uchun mana magnitni ko'rgan bo'lish kerak ko'pchilik. Mana rasmga e'tibor bersak, magnitda ikkita qutb bo'ladi. Shimoliy va janubiy qutb. Demak, N harfi bilan belgilangan shimol degani inglizchada north degan so'zni bosh harf qo'yilgan bu yerga. Janub degani esa inglizchada source deyiladi. Shuning uchun north source demak NS. Buni o'zbekcha yozadigan bo'lsak, yuqorisiga sh, pastiga j deb yozib qo'yishimiz kerak. Shimol janub deganini bildiradi. Demak, shimoliy tomoni ko'k bilan belgilanadi, janubiy tomoni esa S bilan belgilanadi. Endi ana shu magnitning induksiyasini vektori mana shunday uyurmaviy ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni N dan chiqib S ga kiruvchi bo'ladi. Ya'ni uni boshi ham, oxiri ham yo'q. N dan chiqadi va S ga qaytib kiradi. Mana bu yerda tokli g'altakni qarasak, mana tokli g'altak solenoiddan elektr toki mana shunday harakatlanganida, demak, uning ichidan magnit maydoni mana tepaga chiqib, pastga aylanib tushadi. Mana shunday magnit maydon hosil qiladi. Bu yerda hozir mana ko'rsatmayapti. Endi magnit maydonni induksiyasini superpozitsiya prinsipi mavjud. Superpozitsiya prinsipi deganda
Har bir tok alohida hosil qilgan mayda induksiyalar yig'indisiga maydonning demak umumiy induksiyasi deyiladi. Demak, buni ikki xil usulda yozish mumkin. Mana bittasi summa ko'rinishida, mana barchasini qo'shaman degan ma'noni beradi mana. Yoki integral ko'rinishida, integral ham yig'aman degan ma'noni beradi. Ikki xil usulda ishlash mumkin. Hamma magnitlarni induksiyalarni qo'shib yoki bo'lmasa integrallash orqali hisoblasak bo'ladi. Xo'p, endi Biot-Savart-Laplace qonuni. Biot-Savart-Laplace demak uchta olim Biot-Savart-Laplace uchalasi bir vaqtda demak o'rgangan va birgalikda demak shu qonunni yaratishgan. Shuning uchun ular sharafiga Biot-Savart-Laplace qonuni deyiladi. Bu demak qonun ixtiyoriy elektr toki oqib o'tganda, mana ixtiyoriy simdan elektr toki oqib o'tganda, uni atrofida hosil bo'ladigan magnit maydonni induksiyasini topishni formulasi hisoblanadi. Va shu formula yordamida boshqa shakldagi demak toklarning magnit maydonlarini hisoblash mumkin nazariy jihatdan. Demak, buni formulasi quyidagicha: db barobar mu0 taqsim 4pi I dl sin alfa taqsim r kvadrat bo'ladi. Mana r ko'rib turganlarimizdek, biz demak kuzatayotgan dl kesmadan biz kuzatayotgan nuqtagacha bo'lgan masofa mana r. mu0 degan magnit doimiysi bu 4 7 ga teng bo'ladi. I demak simdan o'tayotgan tok kuchi, dl biz tanlab olgan kesim uzunligi. Sinus alfa mana ko'rib turibmiz, demak dl yo'nalish bilan radius vektor r yo'nalish orasidagi burchak demak alfa bo'ladi. Endi formulaning mana bu ikkinchi ko'rinishi bu vektor ko'rinish deyiladi. Mana bu dl ko'paytirilgan yer mana vektor ko'paytma qilingan va shu vektor ko'paytmani ochib yozadigan bo'lsak, mana bu dl sinus alfa kelib chiqadi. Endi mana shu Biot-Savart-Laplace qonunidan foydalanib, to'g'ri o'tkazgichdan, mana to'g'ri o'tkazgich degan to'g'ri sim, shundan I tok oqayotgan bo'lsa, shu o'tkazgichdan o'tayotgan tokni hosil qilgan magnit maydonini topish mumkin Biot-Savart-Laplace qonunidan. Demak, buning uchun mana bu yerda belgilashlar kiritamiz. Mana tokning bir qismini dl deb belgilab olamiz va shu dl dan mana bu biz kuzatayotgan A nuqtagacha bo'lgan, demak, boshi va oxiridan to'g'ri chiziq bilan o'tkazib, demak, masofalarni tanlab olamiz. Mana uzun tomonini R deb belgilasak, mana bu A nuqtadan simgacha bo'lgan perpendikulyarni katta R bilan belgilaymiz. Mana bu demak kichkina R va mana bu A nuqtaga o'tkazilgan demak shtrixlangan chiziq orasidagi burchak bu yerda alfa bo'lyapti. Mana bu yerdagi burchak esa d alfa deb berilgan. Demak, mana bu tomonimiz r d alfaga teng bo'ladi. Mana bu tomon alfa bo'lsa, bu tomon ham alfa bo'ladi bu yerda. Endi shundan foydalanib, mana sinus alfani topsak, qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbati mana bu katta uchburchakdan qaraydigan bo'lsak, demak, mana bu yerda alfa bo'lyapti. Qarshidagi katet r, yopishgan gipotenuza esa kichkina r. Shu demak katta r kichkina rga nisbati sinus alfani beradi. Va shu yerdan kichkina r ni hisoblasak, katta r taqsim sinus alfa kelib chiqadi. Endi dl degan yozishimiz mumkin. R d alfa taqsim sinus alfa deb yozish mumkin. Endi bularni keltirib mana bu Biot-Savart-Laplace qonuniga qo'yib hisob kitoblarni amalga oshirsak va oxirida bizda mana shunday formula kelib chiqadi. mu0 I taqsim 4pi r kosinus alfa 1 minus kosinus alfa 2 kelib chiqadi. Endi o'tkazgichni cheksiz uzun deb oladigan bo'lsak, formulamiz soddalashadi va mana bu shunday ko'rinishga yetib keladi.
Xo'p, endi aylanma tokning magnit maydonini ham hisoblash mumkin. Mana aylanma tok demak aylanma harakat qilyapti. Shuni bitta kesimini olib turib, uning markazidagi magnit maydon induksiyasini hisoblaydigan bo'lsak, o'rniga qo'yib mana bu deganimiz mu mu 0 I taqsim 2 pi r kelib chiqadi. Bu yerda mana aylana halqasini radiusi mu magnitning singdiruvchanligi mu 0 magnit doimiysi 4 - -7. Mana bu r esa mana bu halqa radiusi hisoblanadi. Endi halqa markazidan qandaydir bir kichkina r masofada bo'lsa, mana bu formula mana pastdagi ko'rinishdagi formulaga o'tib qoladi. Xo'p, endi keyingi nimaga o'tsak, endi disk ko'rinishidagi nima bo'lsa, uni demak magnit maydon induksiyasini mana shunday ko'rinishda kelib chiqadi. Ya'ni mu mu 0 taqsim 2 I r kvadrat imzosida r kvadrat plus r kvadrat kubi ko'rinishda ko'rinishga kelib qoladi. Xo'p, endi tajribaviy ma'lumotlarga asosan bu tezlik bilan erkin harakatlanayotgan nuqtaviy zaryadning B magnit maydoni quyidagicha ifodalash mumkin. Demak, bu yerda ham shu Biot-Savart Laplace qonuni mana bu vektor ko'rinishi yozilgan. Mana bu tomonda esa mana skalar ko'rinish yozilgan. Mana mu mu 0 taqsim 4 pi q v taqsim etbaga ko'paygan keladi. Bu yerda v deganimiz demak zaryadlangan zarrachani tezligi, bu uni demak zaryad miqdori. Xo'p, amper qonuniga keldik. Mana amper qonuni buni demak amper kashf qilgan. Bu ham demak ingliz fiziki. Demak bu amper qonuni uchun chap qo'l qoidasini ishlab chiqadi. Ya'ni chap qo'limizni mana rasmdan ko'rishimiz mumkin. Kaftimizni yoyib, bosh barmog'imizni 90 gradusga keltirib olsak, 4 barmoq tok kuchining yo'nalishini ko'rsatadi. O'tkazgichdan oqib o'tayotgan va magnit induksiyasi kaftimizga tik ravishda kirsa, demak bosh barmoq mana shu simga ta'sir qiluvchi kuchni ko'rsatadi. Bu kuch amper kuchi deyiladi. Mana magnitni N qutbi tepada, S qutbi pastda joylashgan bo'lsa, demak shunda N dan chiqib S ga kiruvchi edi va shunga kaftimizni ochib tutamiz va 4 barmog'imiz tok yo'nalishiga joylashtirsak, biz o'tkazgichda ta'sir qiluvchi amper kuchining yo'nalishini topgan bo'lamiz. Ya'ni mana shu o'tkazgich demak o'rtasidan bukilgan holatda nimaga o'sha tomonga amper kuchining yo'nalishi tomonga qarab tortiladi. Endi shuni demak necha newton kuch bilan tortilayotganini hisoblashimiz uchun biz F barobar I bl sin alfa formuladan foydalanamiz. Endi bu formulani yodda oson saqlab qolish uchun bilsin deb nima qilish kerak? Bilsin deb bo'lsa, demak bu amper kuchi ekanligini esimizda qoladi. Mana bu nima formulani yozganda bilsin deb yozsak, demak bu amper kuchi ekanligi esimizda qoladi. Demak amper kuchining formulasi bilsin. Xorazmchada bilsin degan so'z bor. Xo'p, mana F amper kuchini
F amper kuchini esda saqlab qolish uchun bu juda demak kerakli formula. Mana bilsin deb yozib qo'ysak bo'ladi daftarimizga. Bilsin degani mana aniqlasin degan ma'noni beradi. Mana bilsin. B L sinus alfa. Bu yerda B deganimiz mayt maydon induksiyasi, I demak simdan o'tayotgan tok kuchi bo'ladi. L o'sha simni uzunligi, sinus alfa esa demak simning yo'nalishi bilan mayt maydon induksiyasi yo'nalishi orasidagi burchak hisoblanadi. Endi bu yerda shu amper kuchidan foydalanib maksimal ta'sir qiluvchi kuchni aniqlash mumkin. Buning uchun alfa demak 90 gradusga teng bo'lishi kerak. Alfa 90 gradus bo'lsa, sinus 90 da demak 1 ga teng bo'ladi-da. Mana ta'sir qiluvchi F maksimal kuchimiz B I R ni o'ziga teng bo'lib qoladi. Xo'p, bu yerda shu amper kuchini demak ta'siri ko'rsatilgan video bor edi, hozir u ishlamayapti. Endi keyingisiga o'tsak. Endi shu amper qonunidan foydalanib ikkita parallel o'tkazgichlar o'zaro tortishishini ham ko'rishimiz mumkin. O'zaro bir-biri bilan o'zaro tortishadi. Mana ikkita o'tkazgichdan elektr toki demak bir tomonga o'tayotgan bo'lsa, ya'ni ikkalasi ham mana rasmdan ko'rishimiz mumkin. Ikkala tok ham tepaga qarab harakatlanayotgan bo'lsa, simdan va u simlar o'zaro parallel joylashgan bo'lsa, u holda bu ikkala sim tortishadi. Agar simdan o'tayotgan tok kuchlari qarama-qarshi oqayotgan bo'lsa, mana I tepaga, I pastga bo'lsa, mana u holda qarama-qarshi toklar oqsa, ular demak itarishadi. Shunday savol ham mavjud. Mana trolleybus, tramvaylarning liniyalaridagi toklar tortishadimi, itarishadimi degan. Ular demak itarishadi, chunki ularda simlarida toklar qarama-qarshi tomonga oqadi. Shunday qilib demak nima qilmasa, simlar bir-biriga yopishib qolgan bo'lar edi. Demak, ko'p hollarda qarama-qarshi oqadigan qilib qo'yiladi. Montaj qilganda. Chunki amper kuchi demak ta'sirida simlar yopishib qolishi mumkin. Bu esa qisqa tutashuvga olib keladi. Endi shu simlar necha newton kuch bilan tortishayotganini aniqlash uchun biz quyidagi formulani ishlatamiz mana. mu0 I1 I2 delta L taqsim 2 pi T bo'ladi. Mana shu ko'rinishdagi formula yordamida biz mana shu ikkita sim bir-biriga necha newton kuch bilan tortishayotganini yoki itarishayotganini aniqlashimiz mumkin ekan. Bu yerda ham shu videosi bor edi. Hozir nimaga ko'rsatmayapti videolarni. Xo'p. Bu yerda mana shu demak nimadan amper qonunidan foydalangan holatda mana mu0 mayt doimiysini hisoblash va mana bu amper kuchini maksimal qiymatini hisoblashni nima qilishimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Endi keyingi tushunchamiz magnit maydonida joylashgan tokli konturga ta'sir qiluvchi demak kuch. Magnit maydonida mana tokli konturni joylashtirsak, unga magnit maydon tomonidan qandaydir bir kuch ta'sir qiladi va shu kuch ta'sirida bu magnit mana bu konturimiz buraladi. Qaysidir tomonga buraladi. Albatta bu demak mana bu tokli konturdan tok o'tayotgan bo'lishi kerak va bu yerda magnit maydon bo'lishi kerak. Endi
Unga ta'sir qiluvchi demak kuch momenti IBS sinus alfadan topiladi. Maksimal esa mana sin bu yerda ham xuddi shunday alfa burchak demak 90 gradus bo'lsa sinus 90da 1 ga teng bo'ladida mana IBS kelib chiqadi. Bu pastdagi maksimal qiymat, mana bu o'zini demak haqiqiy qiymat hisoblanadi. Mana shunisi ham kerak. Xo'p. Xo'p. Endi biz mexanikada mana bu kuch momenti degan nimani o'rganganmiz. Mana m barobar f ko'paytirilganda, demak bu a, qandaydir bir aylanish o'qiga ega bo'lgan jismlarga ta'sir qiluvchi kuch momenti. Bu yerda f deganimiz kuch, mana d deganimiz esa kuch yelkasi edi. Endi shu nimalarni a, bir-biriga tenglashtirib yozadigan bo'lsak, mana ta'sir qiluvchi kuchimiz demak f amper, mana bu esa moment. Shu yerdagi f ni o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerda demak bizda burovchi momentni aniqlash formulasi kelib chiqadi. Bu yerda demak shuni demak tajriba nimasi berilgan. Mana bu yerdan ham ko'rishimiz mumkin. Mana bir tomoni n, bir tomoni s bo'ladi. Mana o'rtada to'qli kontur joylashgan. Mana shu to'qli kontur bir tomonga buriladi. O'zi demak 90 gradusda qo'yib qo'ysak, u qandaydir tomonga buriladi. Xo'p, bu yerda demak shu nimalarni vektor ko'rinishlar, shu formulani vektor ko'rinishlar tasvirlangan. Endi keyingi tushunchamiz bu Lorentz kuchi degan tushuncha. Lorentz kuchi magnit maydonida harakatlanayotgan zaryadlangan zarrachaga ta'sir qiluvchi kuch hisoblanadi. Mana bu qismidan ham ko'rishimiz mumkin. Mana musbat zaryadga F Lorentz kuchi mana ta'sir qilyapti. Endi buni demak qiymatini aniqlash uchun biz quyidagicha demak almashtirishlarni amalga oshiramiz va oxirida mana Lorentz kuchining ifodasi kelib chiqadi. Demak, Lorentz kuchining ifodasi Q B v sinus alfaga teng bo'ladi. Bu yerda demak Q deganimiz zaryad miqdori, v demak zarrachaning tezligi, b magnit maydon induksiyasi, sinus alfa esa magnit maydon induksiyasi bilan tezlik orasidagi burchak hisoblanadi. Burchak sinusi bilan. Endi bu yerda demak zaryad miqdori va tezligi ma'lum bo'lsa, biz unga necha newton kuch ta'sir qilganini topa olamiz. Mana pastdagi ko'rinish esa uni vektor ko'rinishi hisoblanadi. Vektor ko'rinishda shunday yoziladi. Endi Lorentz kuchining yo'nalishini aniqlash uchun chap qo'l qoidasidan foydalanamiz. Ya'ni chap qo'limizni shunday joylashtirishimiz kerakki, kaftimizga magnit kuch chiziqlari kiruvchi bo'lishi kerak. 4 barmog'imiz tezlik yo'nalishini ko'rsatishi kerak. 90 gradusga burilgan bosh barmog'imiz esa Lorentz kuchining yo'nalishini ko'rsatadi. Xo'p. Agar zaryadlangan zarracha ham magnit maydonida, ham elektr maydonida joylashgan bo'lsa, u holda elektr maydonining kuchini, Q'ni ham qo'shib hisoblashimizga to'g'ri keladi. Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Mana animatsiyadan zaryadlangan zarrachalar magnit maydonida qanday harakatlanishi. Endi agar alfamiz 90 gradusga teng bo'lsa, ya'ni tezlik yo'nalishi bilan magnit maydon induksiya chiziqlari orasidagi yo'nalish 90 gradusga teng bo'lsa,
u holda zaryadlangan zarracha aylana bo'ylab harakatlanadi. Endi bu tajribaning muhim tomoni shundan iboratki, mana shu aylana bo'ylab harakatlanishidan foydalanib, zaryadlangan zarrachalarning zaryadi, massasi aniqlanadi shu usulda. Buni mana markazga intilma kuch yordamida mana bu kvadrat taqsim etib olib, demak, mana shu yerdagi demak tezlikni o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, bu yerda mana aylanani radiusi kelib chiqadi. Va agar biz shu radiusni o'lchay olsak, demak uning zaryadini topish mumkin. Endi bu yerda mana bu yerda aylanish davrini hisoblash formulasi keltirilgan. Agar zaryadlangan zarracha qandaydir bir burchak ostida harakatlansa, u demak vintsimon harakatlanadi. Mana ko'rishimiz mumkin rasmlardan. Birinchisi demak 90 gradusda bo'lsa, ya'ni tezlik bilan magnit induksiyasi orasidagi burchak 90 bo'lsa, zaryadlangan zarracha aylana bo'ylab harakatlanadi. Agar qandaydir bir burchak ostida bo'lsa, mana spiralsimon harakatlanadi. Mana chizmadan ko'rish mumkin. Agar parallel bo'lsa, u holda demak to'g'ri hech qayoqqa burilmasdan, unga lanaj kuchi ta'sir qilmasdan to'g'ri demak yo'nalishda o'tib ketadi. Xo'p. Demak, magnit maydonda harakatlanayotgan zaryadlangan zarracha demak harakatini trayektoriyasi alfa burchakka bog'liq ekan. Zarracha harakatini ikkita harakat yig'indisi ko'rinishida tasavvur etish mumkin. Demak, birinchida zarracha maydon bo'ylab to'g'ri chiziqli tekis harakatlanadi. Ikkinchida maydonga perpendikulyar bo'lgan tekislikda zarrachaning harakati spiral o'qiga parallel yo'nalishda sodir bo'lar ekan. Endi mana shu hozir ho'p. Prezentatsiya ko'rinib turibmi hammaga? Avang domla. Ho'p. Demak, Hall effekti deb yozilgan joyi ko'rindimi? Avang göründü. Hop, demak, endi keyingi magnit maydonini yana bir hozirgi demak zamonaviy tadqiqotlarda ham qo'llaniladigan usullardan birisi bu Hall effekti usuli hisoblanadi. Hall effektida bu to'g'ri o'tkazgich yoki yarim o'tkazgichni magnit maydoniga joylashtirganda qo'shimcha elektr maydoni hosil bo'lishi hodisasi hisoblanadi. Demak, bu Hall effektidan foydalanib, mana shu materialning turini, uni demak solishtirma zaryadini, uning ichidagi ortiqcha moddalar bor yoki yo'qligini demak shu usul yordamida aniqlanadi. Demak, Hall effektida hosil bo'lgan maydonni topish ertang mana B va J ni demak vektor ko'paytmasi ko'rinishida yoziladi. Mana animatsiyadan ko'rishingiz mumkin. To'p oqib o'tganda to'g'ri o'tdi. Endi magnit maydon joylashtirsak, unga demak amper kuchi ta'sir qiladi va zaryadlangan zarracha to'g'ri trayektoriya bo'yicha harakatlanmaydi. Endi u qandaydir bir ikki chiziq bo'yicha harakatlanadi. Xo'p, endi shu yerda magnit maydonni va elektr maydonni ta'sirlarini hisobga olgan holda hisoblasak, mana elektr maydoni E va B ga teng bo'lib qoladi. Va shu yerda delta P ni aniqlaydigan bo'lsak, V B ga teng bo'ladi. Ko'ndalang potensiallar farqini ifodasini, ya'ni Hall doimiysini ifodasini topishimiz uchun biz mana shunday soddalashtirishni amalga oshiramiz.
va oxirida mana R bir taqsim N ekanligi kelib chiqadi. Bu yerda R deganimiz demak pol doimiysi deb yuritiladi. Endi keyingi tushunchamiz magnit oqimi tushunchasi. Magnit oqimi, oqim deganda mana rasmdan ko'rishimiz mumkin. Chap tomondagi rasmga e'tibor bersangizlar, mana shu doirani ichidan mana magnit chiziqlari juda ko'p miqdorda oqib o'tyapti va bu chiziqlar mana bu diskning perpendikulyari bilan qandaydir burchak ostida joylashgan. Endi shu oqimni hisoblash uchun buni oqimni F harf bilan belgilaymiz. Mana katta F harf bilan belgilanadi. Bu demak BS kosinus alfa degan ifoda bilan topiladi. B deganimiz demak ana shu doiraning yuzasi, S esa alfa esa mana shu B va mana shu S ga o'tkazilgan normal orasidagi burchak hisoblanadi. Endi magnit oqimini birligi Weber. Uni demak yoyib yozadigan bo'lsak, Tesla kirgan metr kvadrat deb ham yozishimiz mumkin.